Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Kazan yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz haftaning har seshanba hamda juma kunlari soat 18:00 da Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzalidan jo'nab ketadi. Muhimi davlat tomonidan qo'yilgan qonuniy. Agarda sizga ham xuddi shunday avtobus reyslarimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bizning manzilimiz Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatdan ofisdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki ekranda qoldirilgan ishonch telefon raqamlariga bog'lanib joyingizni biroq qo'ying. Hozir ayni damda avtobusning ichki qismidamiz. Yo'lovchilarimizni esa ko'rishingiz mumkin. Qayerga ketyapsiz? Narxlari ham qulay, sharoitlari hammasi yaxshi. Oldin ham avtobuslardan foydalanganmisiz? Yo'q, birinchi marta. Birinchi marta. Shu paytgacha samolyotda borib kelib yurardik. Bu safar vaziyat shunaqa bo'ldi. Yomon emas, sharoitlari yaxshi. Qonuniymi? Qonuniy. O'zi biletni qayerdan xarid qildingiz? Kassadan sotib oldim. Birinchi marta ketishni deyapsiz. Avtobusda birinchi Kimdir marta. tavsiya qildimi? Yo'kida Yo'q, men o'zim shu qarorga keldim. Samolyotni vaqti bilan biz vaqtimiz to'g'ri kelmadi. Shunga avtobusda nima qilib bo'lsa ham shu birinchilardan bo'lib ketishlarga qildik. Oxiri bildikki, bizga eng qulay ham shu qisqa vaqt ichida yetib borishligini tushunarli. Boshqalarga ham tavsiya qilgan bo'larmi? barchaga tavsiya qilaman. Kelinglar. Manzilimiz manzilligi Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzal. Kassaga kelib bemalol mikrofon xizmat qiladi. Qolamiz. Salomat bo'ling. Rahmat sizga. Rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr-salomat.